Assalomu alaykum barchaga. Demak, kimyoviy element va oddiy modda haqida tushuncha beraman. Demak, bularning farqi nimada? Ko'pchilik farqlolmaydi, savollarni ishlashga qiynaladi. Agar tayyor bo'lsangiz, boshladik. Kimyoviy element nima? Kimyoviy element bu atomlarning muayyan turi. Ya'ni element deyilganda atom nazarda tutiladi, uni ishlatib bo'lmaydi, birikmani ichida bo'ladi deb qarashimiz kerak. Masalan, mana kislorod, vodorod, azot, ftor, xlor, brom, yod bu mana shu holatda yozilsa, ya'ni pastida indeksda 2 bo'lmasa, bular atom hisoblanadi. Ya'ni mana shu kimyoviy element. Agar bu pastida mana ikkisi, mana xlor, ftor, brom, yodlar 2, ya'ni molekulyar holatda bo'lsa, bular molekulyar holat. Ya'ni bular oddiy element, oddiy modda bo'ladi. Kimyoviy element bo'la olmaydi. Endi biz nafas olib turgan havoda biz atomar kisloroddan nafas olmaymiz, ya'ni kimyoviy element ishlatmaymiz. Balki kislorod molekulasidan nafas olamiz. Ya'ni kislorod molekulasini ishlatamiz desak bo'ladi. Bu molekula, ya'ni oddiy modda bo'ladi. Bunisi esa nima bo'ladi? Atom bo'ladi deyishimiz mumkin. Davom etamiz. Kimyoviy element uchun xos xususiyatlar nimadan iborat? Birinchisi, e'tibor qaratamiz. Biror modda tarkibiga kirishi. Ya'ni biror modda tarkibiga kirishi degani, misol uchun suv H2O tarkibida kislorod bor desam, buni kislorod modda deya olmaymiz. Bu kislorod suv moddasining ichida turibdi. Demak, bu element bo'ladi. Yoki bertollet suv tarkibida kislorod bor deyishimiz. Demak, bu kimyoviy element bo'ladi. Biror modda tarkibiga kirishi. Xo'p, ikkinchisi, davriy jadvaldagi o'rni. Masalan, kislorod 6-guruhda joylashgan, ikkinchi davrda joylashgan deb davriy sistemadan savol kelib chiqsa, bu kimyoviy element bo'ladi deyishimiz mumkin. Uchinchi holatda atom tuzilishi. Pog'onachalar, orbitallar, elektronlar joylashuvlari haqida gap ketadigan bo'lsa ham, bu kimyoviy element uchun xos bo'lgan tushuncha hisoblanar ekan. Navbatdagi esa atom tarkibi, protonlari, elektronlari, neytronlari, izotop, izobarlari va hokazo, ya'ni atom tarkibidan kelib chiqadigan bo'lsa savol, demak bu kimyoviy element bo'lar ekan. Va beshinchisi, valentligi, oksidlanish darajasi, nisbiy elektromanfiyligi deb savol. Misol uchun valentligi ham kimyoviy element uchun xos, oksidlanish darajasi ham, nisbiy elektromanfiyligi ham. Demak, kimyoviy element ishlatib bo'lmaydi. Asosan davriy sistemadan savol kelib chiqadi kimyoviy elementda. Atom nazarda tutiladi. E'tibor qaratamiz, bu kimyoviy element atom bo'ladi. Suv tarkibida kislorod bor desak, kimyoviy element. Tosh tarkibida oltin bor desak, kimyoviy element. Ftorning nisbiy elektromanfiyligi yuqori hisoblanadi, eng baland desak ham bu kimyoviy element bo'ladi deyishimiz mumkin. Oddiy modda uchun xos xususiyat. Oddiy modda deganda biz molekulalarni nazarda tutamiz. Ya'ni unga xos bo'lgan xususiyatlar, tabiatda erkin holatda uchrashi. Ya'ni erkin holatda uchrashi bu nima bo'lar ekan? Oddiy modda bo'lar ekan. Ikkinchisi, rangi, hidi, ta'mi, zichligi oddiy modda uchun xos. Agregat holati, qattiq, suyuq, gaz holatda bo'lishi ham oddiy modda. Va suyuqlanish va qaynash harorati ham oddiy modda uchun xos bo'ladi. Moddadan erkin ajralib chiqishi. Misol uchun bu nima degani? Mana kaliy permanganat qizdirilganda kislorod ajralib chiqdi deydigan bo'lsa, mana bu kislorod oddiy modda degani. Bundan tashqari suvda eruvchanligi. Misol uchun baliqlar suvda erigan kislorod bilan nafas oladi. Qattiq, og'ir, yengil yoki yumshoq bo'lishi. Misol uchun seziy elementi yumshoq hisoblanadi yoki xrom qattiq metal deydigan bo'lsak ham bu oddiy modda bo'ladi. Nisbatan zichligi. Misol uchun kislorod havodan og'ir deydigan bo'lsak, kislorod biz oddiy moddasi haqida gaplashyapmiz. Yoki vodorod havodan yengil deydigan bo'lsak, bu oddiy modda haqida gap borgan bo'ladi. Yonishda yoki xlorlashda ishtirok etishi. Misol uchun metanni yondirish uchun, mana CH4 yondirish uchun kislorod kerak desak, bizda kislorod molekulasi kerak. Demak, bu nima bo'lar ekan? Kimyoviy oddiy modda bo'lar ekan. Yoki temirni xlorlash deydigan bo'lsa, demak xlor bu joyda oddiy modda degani yoki bromlash va hokazo. Allotropik o'zgarishlar. Allotropik o'zgarish o'zi allotropik o'zgarishlar. Misol uchun olmos, olmos deydigan bo'lsak, bu oddiy modda bo'ladi. Yoki grafit deydigan bo'lsak, oddiy modda bo'ladi. Yoki oq fosfor deydigan bo'lsak, oddiy modda bo'ladi. Ya'ni uglerod elementini oddiy moddalarida bir kimyoviy element atomi turli xil oddiy modda hosil qilishi deyiladi-ku. Ta'rifda ham. Davom etamiz. Endi bitta fikrlab ko'ramiz. Ya'ni birinchi savol. Havo tarkibida kislorod bor. Bu nima bo'ladi? E'tibor qarating, tarkibiga kirishi deb qaysinda aytdik? Biror modda tarkibiga kirishi deb. E'tibor qaratamiz, orqaga qaytamiz. Biror modda tarkibiga kirishi. Ya'ni mana e'tibor qaratamiz. Mana biror modda tarkibiga kirishi. Birinchisi aytib ketdik. Bu kimyoviy element dedikmi? Endi demak, kimyoviy element bo'ladimi? Havo tarkibida kislorod bor desak, mana havo tarkibida kislorod bor desak, kimyoviy element bo'ladimi? Yo'q. Nimaga? Chunki bu havo deydigan bo'lsak, havo tarkibida, ya'ni havoda
gazlar bor. Misol uchun azot gazi, kislorod gazi, boshqa gazlar. Asosan azotdan kislorod. Bu molekulyar holatda uchraydi. Qanaqa holatda uchrar ekan? Molekulyar holatda. Demak, bu havo tarkibida kislorod bor desak, bu demak bu nima bo'lar ekan? Oddiy modda bo'lar ekan. Oddiy modda. Ya'ni molekula degan. Hop, navbatdagi savol. Ikkinchi savol. Qaldiroq gaz tarkibida kislorod bor desak, qaldiroq gaz tarkibi 2 mol vodorod, 1 mol kisloroddan iborat aralashma. Bunda ko'pchilik o'ylaydi, tarkibga kiradi-ku. Yo'q, bunda ham oddiy modda bo'ladi. Bu degani nima degani? Bu degani bitta idishga 2 mol vodorod bilan 1 mol kislorod solib qo'ydik. Shu aralashmasi qaldiroq gaz. Bu molekulalarni soldik-da. Ya'ni kislorod molekulasi bor. Shuning uchun qaldiroq gaz tarkibida kislorod bor desa, demak bunda nima bo'lar ekan? Oddiy modda bo'lar ekan. Oddiy modda. Ko'pchilik xato qilib qo'yadi shu joyda. Xo'p, navbatdagi savol. 3-savol. Sintez gazi tarkibi. Mana sintez gazi formulasi. Vodorod bor desa nima bo'ladi? Kislorod bor desa nima bo'ladi? Vodorod bor desa, vodorod mana molekulyar holat uchrayapti. Demak, vodorod modda. Bu oddiy modda hisoblanadi. Kislorod esa mana is gazining ichida turibdi. Is gazining ichida turgani uchun bu element bo'ladi. Shuni farqiga bo'lish kerak. Ko'proq mana shunaqangi chalg'itadigan savol keladi. Ya'ni sintez gazida kislorod bor desa element, vodorod bor desa, demak, nima bo'lar ekan? Modda bo'lar ekan deyishimiz mumkin. Demak, qisqacha qilib kimyoviy element va oddiy moddani farqlab ko'rdik. Yaxshilab videoni qayta-qayta ko'rib, test savollarini ishlasangiz, menimcha mavzudan muammo qolmaydi.